qaysi bir gibridni tanlay? Tushunmayapman. Qaysi biri faqatgina tokda yurishi mumkin? Benzin quymasdan. Benzin qo'ymasdan yoki katta yo'lga chiqqanda benzin qo'yish sharti bilan. O'zi O'zbekistonda 4 ta asosiy gibrid turlari ko'p tarqalgan. O'shalarni hozir sizga tushuntirib beraman. 4-inchisi eng qizig'i va eng zamonaviysi. Birinchisi bu yumshoq gibrid. Mercedes avtomobillariga xos korobka yoki kolinvalda bitta starter generator turadi, lekin bu tip doim benzin talab qiladi. To'g'ri kelmaydi. Ikkinchisi bu parallel gibrid. Ichki yonish dvigateli ham batareyani quvvatlaydi, ham avtomobilni harakatga keltiradi. U ham doim benzin yeydi. Ana Toyota'larnikiga o'xshab-a? Toyota'lar deyarli hammasi xuddi shunaqa. Uchinchisi bu plug-in hybrid, ya'ni ketma-ket gibrid tipi. Bunda ichki yonish dvigateli faqat generator vazifasini bajaradi va batareyani quvvatlaydi. Batareya esa elektrodvigatel avtomobilni harakatga keltiradi. Mana shu sizga eng mos keladigan, eng qizig'i 4-tip gibrid. U ham parallel, ham ketma-ket gibrid vazifasini bajaradi. Ikki bilan uchta bir-biriga mujassam qilgan. Eng zo'r narsalarni olgan. Demak, generator sifatida ichki yonish dvigateli batareyani quvvatlaydi, lekin kerak paytda qo'shilib avtomobilni harakatga keltirishda benzin ishlatib qo'yadi. Doimiy ravishda sizga to'g'ri kelmaydi. Sizga eng zo'r 3-variant. Misol uchun Dongfeng Aeolus L8 avtomobili 1,5 litrli turbinali ichki yonish dvigateli, 30 kilovatli batareya va 300 ot kuchiga ega elektrodvigateli bor. 30 kilovatda qancha yura olaman? 185 kilometr. Lekin sizga shaharda kundalik ishlatishga eng zo'r. Yuring, salonda eng qiziq joylarni ko'rsataman sizga. Avtomobil saloni ajoyib rang kombinatsiyasida ishlangan. Old o'rindiqlarda abagrev, abduf bor hamda haydovchida massaj funksiyasi bor. Joy ko'p. Ikkita ekran, orqada ham bolalar zerikishmaydi. Ular bemalol отдельно ham ishlay oladi. Simsiz quvvatlash paneli, oynada, farada hamma yoqda avtomatikaligini e'tibor ham o'tirmadik. 360 bilan yoki cruise control bilan birovni hayron qoldirish qiyin bo'lib qoldi. Lekin bu yerda stokda Michelin turibdi. Ikkinchi qatorda Ruslan akamga o'xshagan barzangi o'rtoqlaringiz bo'lsa ham bemalol sig'ar ekan. Qaranglar, tizimda joy ko'pligini. Bagajniki katta. 19 ta dinamikdan iborat audio tizimi, subwooferi ham shu yerda ekan. Aka, to'g'risini aytsam, buni mazasini bilish uchun kelib turib, prosta tezroq qilib ko'rish kerak. Kontakt uchun ma'lumotlar pastda.